Assalomu alaykum qadrli Karamanchiki muxlislari. Hozir biz o'sha konsert dasturida qatnashuvchi ishtirokchilardan hozir sekin-sekin ta'mi qanaqa ekan so'rab ko'ramiz. Hozir baho berishadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Karamanchikini yeb ko'rdingiz. Ta'mi qanaqa ekan? Konsertimizning nomi bomba bo'lgan sari mana bu ta'mi ham juda bomba. Yeb ko'rdingiz-a? Necha baho berasiz birdan ungacha? 100 baho. Seriyozli 100 baho beraman. Hammamizga yo'q. Sizlarga omad, sog' bo'linglar, charchamanglar. Sizlarga ham omad, konsertlarni zo'r o'tkazinglar, xudo xohlasa. Joninglar sog' bo'lsin. Ta'mi qanaqa, nima deysiz? Juda ham zo'r. Ta'mi juda ham zo'r. Xuddi sizlarning konsertingizga o'xshab zo'rmi? Albatta, albatta. Konsertimiz qanaqa shirin zo'r bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa shirin zo'r ekan. Eshitganmisiz oldin o'zi? Eshitganman, yeb ham ko'rganman. Qalay ta'mi? Hozir maza qilib yedik, yumshoqqina, og'izga yoqadigan, mazalik va eng muhimi to'yimli. Konsert qanaqa bo'ladi deysiz? Konsert mana shu taomdek yoqimli, shirin va mazali ketadi. Tatib ko'rdik, juda ham ajoyib ekan. Birinchi marotaba tatib ko'rdim, menga juda ham ma'qul bo'ldi. Yoqdi. Ishlarga omad. Aslida bizning mahsulotimiz yarim tayyor mahsulotda. Biz sizlarga ataylab buni pishirtirib olib keldik. Agar kimda kim shunaqa mahsulot olmoqchi bo'lsa, bunaqa pishirilgan holatda bo'lmaydi. Bizniki yarim tayyor uyiga borib bemalol pishirsa bo'ladi. Sizlar ham bemalol qaratsangiz bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa biz aloqaga chiqamiz. Borib mazza qilib uydagilarni mehmon qilamiz. Karamanchiki haqida eshitganmisizlar o'zi? Yo'q, endi Bugun birinchi marta tatib ko'rdinglar. Qalay o'zi? Ta'mi qanaqa ekan? Yaxshi ekan, yoqdi. Aha. Tavsiya qilamiz. Birdan ungacha necha baho bergan bo'lasiz? 10. Konsertingizga omad, bundan keyingi ishingizga ham rivoj, omad, charchamanglar, salomat bo'linglar. Men o'zim to'g'risini aytsam 1 minutga ham qoldirmadim. Yo'q-a? Dang'illatib tashladim. Juda ham mazali bo'ldi. Menga juda ham yoqdi to'g'risi. Qisir-qisir, sochniy. Birdan 10 gacha 10 ball beraman. 10 baho berasiz. Baraka topishga Rahmat. rahmat. Karamanchik haqiqatan chiki ekan. Gapi yo'q, umuman o'zgacha bir kayfiyat bag'ishlaydigan kursiy. Mana kel, yaqinroq olib keling kamera. Qanaqa chiroyli qilib qilingan. Bu albatta bizga o'xshagan Aha. xurramdalarni kayfiyatiga kayfiyat, ishtahasini yanada ochadi. Souslarga gap yo'q, achchiqlarga gap yo'q. Hammasi maromida, obida, tobida. Necha baho berasiz birdan ungacha? Albatta 10, kerak bo'lsa 100 bo'lsa 100 berardim. Va rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Konsert Gap yo'q, qanaqa bo'ladi bugun? Xudo xolisa bormi bo'ladi albatta. Kayfiyat tarzda, Konsertlarga chiroyli, rahmat. zo'r bo'ladi. Xudo xolisa xush kelsin konsertimiz. Bomba, настроение бомба.